Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh va Eron kelishib olishdi. Ular nimaga kelishdi? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. CNN nashri AQSh va Eron o'rtasida tuzilgan aytilgan Islomobod memorandumi deb nomlangan 14 banddan iborat o'zaro anglashuv memorandumining to'liq matnini e'lon qildi. Hujjat Hormuz bo'g'ozini xalqaro savdo uchun ochish, Eronga qarshi neft va moliyaviy sanksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish hamda Eron yadroviy dasturi bo'yicha bo'lajak muzokaralar doirasini belgilab beradi. Memorandumning 14 bandi quyidagicha: AQSh Eron Islom Respublikasi va ularning mazkur mojarodagi ittifoqchilari barcha frontlarda, jumladan Livanda ham harbiy harakatlarni zudlik bilan va doimiy to'xtatish maqsadida ushbu o'zaro anglashuv memorandumini imzolaydi. Tomonlar bir-biriga qarshi harbiy harakatlar boshlamaslik, kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilmaslik, shuningdek, Livanning hududiy yaxlitligi va suverenitetini ta'minlash majburiyatini oladi. AQSh va Eron bir-birining suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilish hamda ichki ishlarga aralashmaslik majburiyatini oladi. Tomonlar yakuniy kelishuv bo'yicha muzokaralarni ko'pi bilan 60 kun ichida yakunlashga kelishadi. Muddat o'zaro kelishuv asosida uzaytirilishi mumkin. Shuningdek, AQSh yakuniy kelishuvdan keyin 30 kun ichida Eronga yaqin hududlarda o'z kuchlarini chiqaradi. AQSh Eronning muzlatilgan va cheklangan aktivlarini ochish majburiyatini oladi. Tomonlar kelishuv bajarilishi nazorat qilish bo'yicha maxsus mexanizm yaratadi. Asosiy bandlarni amalga oshirish boshlangandan keyin tomonlar yakuniy kelishuvning qolgan qoidalari bo'yicha muzokaralarga kirishadi. Yakuniy kelishuv BMT Xavfsizlik kengashining majburiy rezolyatsiyasi bilan tasdiqlanadi. AQSh sanksiyalarni to'liq bekor qilgunga qadar Eron neft eksporti va moliyaviy operatsiyalar uchun istisno taqdim etadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan erishilgan o't otishni to'xtatish bo'yicha kelishuv hali yakuniy emasligini bildirdi. Bu haqda 17-iyun kuni Fransiyada bo'lib o'tayotgan katta yettilik G7 sammitida aytib o'tdi. Trampning aytishicha, agar Tehron kelishuv shartlariga amal qilmasa yoki Vashington talablarini yoqtirmasa, AQSh harbiy harakatlarni qayta boshlashi mumkin. Bu o'zaro anglashuv memorandumi xolos. Agar u menga yoqmasa, yana ularga qarshi o'q uzishga, boshlarga bomba tashlashga qaytamiz, degan AQSh rahbari. Shu bilan birga G7 davlatlar rahbarlari Eron bilan erishilgan oraliq kelishuvni olqishlab, Livanda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. Shuningdek, ular Eron bilan bog'liq mojaro tufayli Hormuz bo'g'oziga qaramlikni kamaytirish maqsadida energetika ta'minoti yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish niyatida ekanini ma'lum qildi. Sammit yakuni bo'yicha qabul qilingan bayonotda G7 davlatlari Eronning yadroviy dasturi va mintaqadagi faoliyati bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolayotganini qayd etgan. Muzokaralar Eron tomonidan kelib chiqayotgan tahdidlarni bartaraf etishi va mamlakat hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligini ta'minlashi zarur, deyiladi kelishuv hujjatida. Qayd etilishicha, sammit Tramp uchun Eron bilan tuzilgan kelishuvni Britaniya, Kanada, Germaniya, Italiya va Yaponiya rahbarlariga taqdim etish imkonini bergan. Ushbu davlatlar Vashingtonning Eron yadroviy dasturiga oid xavotirlarni boshlasa-da, avvalroq AQShning urush boshlash qarorini qo'llab-quvvatlamagan edi. Ayrim davlatlar Eronning bosimlariga qaramay qarshilik ko'rsatgani va Hormuz bo'g'ozi ustidan ta'sirini saqlab qolgani Tehronning muzokaralardagi pozitsiyasini kuchaytirganini ta'kidlagan. G7 davlatlari kelishuv ijrosiga ko'maklashishga tayyor ekanini bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Britaniya va Fransiya boshchiligidagi koalitsiyasiya Hormuz bo'g'ozi qayta ochilgandan keyin xalqaro dengiz qatnovi xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etishi mumkin. AQSh va Eron o'rtasida urushni yakunlash bo'yicha kelishuv doirasida Eron iqtisodiyotiga sarmoya jalb qilish uchun 300 milliard dollarlik xususiy investitsiya jamg'armasi tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda kelishuv tafsilotlaridan xabardor manba Reuters agentligi xabar qildi.
Manbaga ko'ra, mazkur mablag'ning yarmidan ko'pi allaqachon investorlar tomonidan ajratish uchun va'da qilingan. Jamg'arma ikki tomon uchun ham yakuniy tinchlik kelishuvini imzolashga iqtisodiy rag'bat yaratish maqsadida tashkil etilmoqda. Manbaning bildirishicha, jamg'arma to'liq xususiy sektor mablag'laridan shakllantiriladi. Unda hech qanday davlat mablag'i, grant yoki kompensatsiya pullari bo'lmaydi. Moliyalashtirishga AQSh, Fors ko'rfaz davlatlari, Osiyo, Janubiy Amerika va Afrikadagi kompaniyalar rozilik bildirgan. Sarmoyalar energetika, logistika, sanoat ishlab chiqarishi va transport sohalariga taalluqli bo'ladi. Shuningdek, Erondan urush oqibatida yetkazilgan zarar uchun $400 milliard kompensatsiya talab qilgan. Biroq Vashington bu talabni rad etgan. Shundan keyin tiklanish va rivojlanish jamg'armasi g'oyasi paydo bo'ldi. Eronlik yuqori martabali manbaning aytishicha, jamg'arma faoliyatida mintaqa davlatlari ham ishtirok etadi. Ular kredit liniyalarini ochish, qarzlar bo'yicha kafolat berish yoki to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish orqali urushdan zarar ko'rgan obyektlarni tiklashga hissa qo'shadi. Tiklanishi rejalashtirilgan obyektlar qatorida Muboraka Steel, metallurgiya majmuasi, neftni qayta ishlash zavodlari, aeroportlar va boshqa infratuzilma obyektlari bor.